Bu videoni o'g'li borlar eshiting, bo'lib ham otalar eshiting. Farzandiga ham ota, ham ona bo'lib yashayotgan ayollar, sizlar jannatsizlar. Bu bizning bir kunlik operatsiyalarimiz xolos. 4 ta bolajonni hammasida davolanmasa, kelajakda farzandsizlik degan muammoga olib keladigan xastalik. Bu oddiy gap emas. Erkakning kelajagi yo'q. Zurriyot qoldira olmaydi. Fojia bu, aziz akalarim. Nahotki biz shunday davrda yashayapmiz? Nahotki shunday bolajonlar azob chekmoqda? Bular kim mas'ul o'zimizga? Bir savol berib ko'raylik, otalar emasmi? 16 yosh yigit bo'lib qolgan. Moyak venalari kengayishi tibbiyotda varikoselli og'ir darajasi deb ataladi. O'z vaqtida operatsiya qilinmasa, farzandsizlik bo'lish 40-80%, ya'ni 100 ta shunday bolaning 40 ta, 80 tasida farzand bo'lmaydi degani. Endi xuddi shunday bolani buvisi bizga olib kelib ko'rsatyapti. Nahotki otalarga bola nima? Operatsiya bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Kelajagi to'g'risidagi bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar otalarni qiziqtirmasa. 13 yoshli bola siyish teshik o'z joyida emas, pastga qarab siyadigan, sunnat bo'lib tug'ilibdi deb ham atashadi. Tibbiyotda gipospadiya deyiladi. Aynan shu kasallik bilan 10 yil oldin operatsiya bo'lgan. Bo'lishi mumkin bo'lgan holat kuzatilib, kanal teshilib qolgan. Bola ikki tarafdan siyib 10 yil yurgan. Nega aynan bu muammo onani xavotirga solib, kelajagiga ta'siri yo'qmikan? Bir ko'rsatib kelay vrach qabuliga olib kelyapti. Dadasi shopir Damas haydaydi. Doktorlardan qo'rqadi deydi. Akalarim, doktorlar qo'rqitadigan emas, davolaydigan insonlar. Aslida sizlardan qo'rqish kerak. O'z farzandini kelajagi haqida o'ylamay quritadigan sizlardan qo'rqish kerak emasmi? 9 yosh bola 3 yoshda kestirgan. Kesib qo'yilgandan so'ng cho'tchi yo'q bo'lib qolgan. Biz o'sha shov-shuv qilib, vahima qilib kesish mumkin emas bo'lgan tug'ma xastalik tibbiyotda yashirin olat deyiladi. Buvi onaga kerak bu bolaning kelajagi. Otasi doktorga olib borma, operatsiya qilish kerak deb aytadi, baribir debdi. Hoji aka, iymoni bor doktor Alloh oldida javob berishdan qo'rqadi. Qo'rqqani uchun sochlarida oq, yuzlarida tirishlar bilan yuradi. Chunki bir operatsiya qilishdan oldin o'ylaydi, natijasi asoratlarini o'ylaydi. Allohning oldida nima deb javob beraman degan narsa ko'z oldida turadi. 12 yosh bola, ikki tomonda moyak yo'q, tuxum yo'q. Bu degani erkaklik sperma ishlab chiqaradigan a'zosi yo'q. Farzand bo'lmaydi. Nahotki shu otaga qiziq bo'lmasa. Onalar ko'zda yosh bilan shifo izlab tarmoqlarimizdan ko'rib kelsa. Yaxshiyamki Instagram tarmoqlarimiz ishlaydi ekan, kelibdi. Bo'lmasa Xudo biladi. Ko'p doktorlar ko'rib, tuxumi yo'q degan ekan. Barcha javobgarlikni bo'ynimga oldim. 4-operatsiyam ish qilib, moyak tuxum bo'lsin-da, bo'lmasa onasiga chiqib nima deyman? Yo'q ekan, kelajakda farzandi bo'lmaydi deb qanday ayta olaman deb Xudodan so'rab operatsiyani boshladim. O'zimga ham qiziq, dunyo olimlari standartlarida laparoskopiya qilish kerak degan doklad o'qigandim. Yo'q bo'lsa ham ko'raman, topaman degan so'z oxirgi umid edi. Qidirdim, bo'lishi kerak joyda emas, ichaklarning orqasida yotgan ekan. Operatsiyadan chiqsam balandparvoz gaplar bilan qarshimda ota paydo bo'ldi. Endi kech, qayerda edingiz 10 yil oldin? Ey akajonim, o'z vaqtida operatsiya qilganingizda shu bola ham farzandli bo'lish mumkin edi degan gaplar qalbimda titrardi. Otaga qanday ayta olaman bu gaplarni? Ustozlarimga Toshkent bolalar milliy markaziga yubordim. Chunki bu og'ir xastalik. 17 yil faoliyatimda operatsiya qilmaganman. Foyda beraman deb zarar keltirib qo'yishdan qo'rqdim. Bo'lmasa ko'p doktorlar yo'q degan, men topdim-ku tuxumni deb operatsiya qilib yuborsa ham bo'lar edi. Lekin bir kun kelib Alloh oldida savol javobimiz bor. Bu video bolalar urologi Muhsinjon Alimovning bir kunlik ertalab soat 8 dan kech soat 17:45 gacha, ya'ni 9 soatlik faoliyat mobaynida operatsiyalardan tayyorlandi. Sizga farzandlaringiz taqdiri qiziq bo'lsa, muhim bo'lsa biz bilan bog'laning. Ushbu videoni o'g'il farzandi bor otalarga yuborib qo'ying. Zora qorong'u qalblar yorishsa, tushunsa, ey Allohim